hozirgi dublyaj qanaqa bo'lsa, o'quvchilar ham shunaqa bo'lib ketyapti-da. Ya'ni haligi sifat darajamiz kelayotgan o'quvchilarda juda past. Yana undan ham yomon, uni ko'p amallab sug'urib chiqarib olsak bo'ladi. Eng yomoni ularda ham xuddi tezlik shu darajadaki, bugun kelsa-da, men kutib qo'ysam-da, u dublyaj aktyori bo'lib ketsa. Tushunyapsizmi? Vaholanki har bir narsaga o'zini mehnati bilan erishishni hisobga olmayapti. Bekorga anu gap yo'q, 1% talant, 99% mehnat. Bu realni bor gap. Vaqtlar mobaynida kerak bunga demaydi. Bu siz iloji yo'q. O'sha hali aytdim-ku, bu bitta yaxshi dublyaj aktyori bo'lib yetishingiz uchun, hali mukammal professional emas, yetishingiz uchun orqangizda 200 ta 300 ta badiiy film yoki o'sha multfilm, o'sha ijod bo'lish kerak. Bu siz iloji yo'q. O'shandan keyin kimdir sizni taniydi, sizga o'zingizni haligi bizning tilda bitta yaxshi termin bor, bilasiz, qulog'i ochilish kerak. Ya'ni o'sha har bitta aktyori eshitgandayoq ilib oladigan bo'lish kerak-da. Demak, farqi shoshqaloq demoqchimiz. Shoshqaloq. Keyin shoshqaloqlikdan tashqari o'sha haligi rostdan ham chin yuragidan bo'lgan ixlos kam. Lekin ustida bor o'sha narsa. Yonadi. Anaqaga sabri chidab puf yuvib ketadi u ixlos. Eng yomoni yong'oq shaqillashiga ishqiboz bo'ladiganlar ko'p-da, tushunasizmi? Man degan narsa ko'proq bo'lib qoldi-da, manmanlik bor-ku. Ya'ni o'zini birinchi planga qo'yish juda